ba'zi bir xonadonlarda ikkitalab kelin bor, uchtalab kelin bor. Ayniqsa yangi kelin kelganda mana shu ba'zi bir qayinlar o'singa tashlab qo'yishadi. O'sin yangi kelin keldi, o'rgatinglar. Bilmaganni o'rgatinglar deb. O'sinlarni yaxshisi bor, o'sinlarni anaqasi bor. Ko'rolmaydigan, g'ayri keladigan o'sinlar nimaga ko'rolmaydi? Nimaga g'ayri keladi? Qaynonasini qizg'anadi. O'shaning uchun qanaqa vaziyatga tushmanglar, qanaqa sharoitga tushmanglar. Birinchi maslahatingiz, so'raydigan narsanglar, nimani so'rasanglar ham qaynonanglardan so'ranglar. O'sindan so'ramanglar. Bor o'sinlar boshida yaxshi gapiradi, o'rgatadi. Shunaqa o'sinlar borki, shunda o'tirib uydagi butun atmosferani aytadi. Kim qanaqa nima, kim bilan qanaqa gaplashish kerak, kimga qanaqa javob berish kerak. Ani yangi tushgan kelin bor-ku, o'sha katta o'sin dutkasiga o'ynab qo'yadi. Mana shu katta o'sin shunaqa dudlar-ku, bu yerda yashaganlar-ku, biladilar debchi, o'sha o'sinni gapiga qarab, katta o'sinni gapiga qarab, bu yoqdagilar bilan уже muomalasi o'zgaradi. Ana shundan keyin mojaro uydan to'polon shundan chiqadi. O'sinlarni opa-singildek qilib turish, bir-biriga mehr-oqibatli qilib turish biza, ya'ni ba'zi bir o'sha qaynonalarning qo'lida.